Qozon qachon yeyasiz? İslam. Mısır geçtiydi. Ana shundan nafratlanaman. Keyin mana dab-daba to'y qilganda, qo'shnilarimiz to'y qilganda chaqirmay o'tib ketishadi. O'sha narsa alam qiladi. Bolalarimga aytar ekan, hammomlaring yo'q. Sizlar nima qilaylik aka? Mana 43 ga kirgan bo'lsam, biror marta oynaga qaragan inson emasman. Chunki o'zimdan nafratlanaman. Nega o'zingizdan nafratlanasiz? Mana shunaqa kasal bo'lganman. Qo'shnilardan bitta narsa so'rasak, piyolaga bir tuzimiz bo'lmay qolgan kunimiz ham bizni olgan piyolasini ko'zimizcha chiqarib sindirib tashlaydi. Bir hafta qiynalyapmiz. Nima yeysiz? Suv ichganmiz. Go'sht qachon sotib oldinglar? Ishlamaymiz aka. Ko'rgan bo'lsangiz, kartoshkamiz, piyozimiz ham yo'q aka. Shashlik yeganda qancha bo'ldi? Bir yildan beri armoq qiladi o'qiysan. Lekin yetmadi. Bu pensiyada do'konda qarz bo'lib turamiz. Qarzimiz borligi uchun ham kecha ham ovqat qilmagandik. Kartoshkamizga ham do'konga bora olmadik. Bolalaringiz qaysi sog'liq? Ayanim uchun biz